Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. 7-sinf biologiya darsligini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzumiz 108-mavzu qushlar va sut emizuvchilar mavzusini o'rganib chiqamiz. Qushlar va sut emizuvchilar yuksak tuzilgan issiqqonli hayvonlardir. Qushlarning oldingi oyoqlari qanotga aylangan, tanasi pat qoplami bilan qoplangan bo'ladi. Jag'lari muguz tumshuqqa aylangan. Tanasi suyri shaklda bo'lishiga sabab ular uchayotganda havoga qarshilik ko'rsatishni kamaytiradi. Suv qushlarining dumi asosida quymich bezlari rivojlangan bo'lib, qush tumshug'i yordamida quymich bezidan ajratib olgan mumsimon yog' moddasini patlariga surtadi. Natijada pat egiluvchan va qayishqoq bo'lib qoladi va o'ziga suv yuqtirmaydi. Qushlarning pat qoplami bilan tanishamiz. Pat qalam uchi bilan teriga birikadi. Mustahkam muguz nay shaklidagi o'q va yelpig'ichdan iborat bo'ladi. Qoqish patlari qanotlarida ko'tarilish yuzasini hosil qilish jarayonida ishtirok etadi. Dumini hosil qiluvchi boshqarish patlari esa dum qismida joylashgan. Qoplag'ich patlar qushlar tanasini qoplab suyri shakl berib turadi. Kontur patlar ostida joylashgan momiq patlar va parlar termoregulyatsiya jarayonida ishtirok etadi, ya'ni ular tanadagi issiqlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Qushlarning pat qoplami tullash tufayli har yilida 1-2 marta almashinib turadi. Qushlar oyoqlarining pastki qismi muguz tangachalar bilan qoplangan bo'lib, reptiliyalar terisidagi muguz tangachalarga o'xshab ketadi. Qushlarning O'zbekistonda 480 turi bor. Qushlar sinfining ba'zi turkumlari bilan tanishib o'tamiz. Afrika tuyaqushi bo'yi 300 cm gacha, vazni 50-100 kg gacha yetadi. Uning oyoqlari juda ham mustahkam va uzun bo'lganligi sababli soatiga 60-70 km tezlikkacha yugura oladi. Erkagining patlari qora, dumi va qanotlarida oq patlar bo'ladi. Urg'ochisining patlari esa kulrang bo'ladi. Ular asosan mayda hayvonlar, o'simlik mevalari va urug'lar yordamida oziqlanadi. Urg'ochisi yerdagi chuqurchaga 1400 gram keladigan 7-9 ta tuxum qo'yadi. Tuxumlarni kechasi erkagi, kunduzi esa urg'ochisi bosib yotadi. Pingvinlar turkumi vakillari asosan suvda yashashga moslashgan qushlar hisoblanadi. Quruqlikda harakatlanayotganda ular gavdasini tik tutgan holda harakatlanadi. Pingvinlar koloniya bo'lib yashaydi. Ular baliqlar va boshqa dengiz hayvonlari bilan oziqlanadi. Chumchuqsimonlar turkumiga mansub bo'lgan qushlarga qaldirg'ochlar, go'ngqarg'a, mayna, qora qarg'a, chug'urchuq, bulbul, chumchuq, to'rg'ay, chittak, zarg'aldoq, hakka kabi qushlarni misol qilishimiz mumkin. Chumchuqsimonlarning tumshuqlari, oyoqlari, qanotlari hamda ozuqasi turli-tuman bo'ladi. Ushbu turkum vakillari O'zbekiston qushlarini yarmidan ko'pini tashkil qiladi. G'ozsimonlar turkumi vakillari suvda yaxshi suzadi. Oyoqlarining oldingi 3 ta barmoq oralig'ida suzgich pardalari bo'lib, ular suvda suzishda muhim ahamiyatga ega. Tumshug'i keng bo'lib, qirrasida mayda muguz tishchalar joylashgan. G'ozsimonlar turkumiga g'oz, oqqush, o'rdak, suqsur va churrakni misol qilishimiz mumkin. Yirtqich qushlarni 2 ta turkumga ajratamiz. Birinchisi lochinsimonlar turkumi. Lochinsimonlar turkumini kunduzgi yirtqichlar ham deb ataladi. Kunduzgi yirtqichlarga lochin, qarchig'ay, kalxat, burgut, qirg'iy, oqbosh, qumoy kiradi. Kunduzgi yirtqichlarning tumshug'i va tirnoqlari baquvvat va o'tkir uchi qayrilgan bo'lib, o'ljani tutishga moslashgan. Yapaloq qushlarga boyqush, ukki misol bo'ladi. Tunda yirik hasharotlar, kemiruvchilar, hatto boshqa qushlarni ham ov qilishga moslashgan. Quloqlari hatto shitirlagan tovushni ham juda yaxshi eshitadi. Ular shovqinsiz uchadi. Bo'yni juda egiluvchan bo'lganligi sababli boshini 270 gradusgacha bura oladi. Yapaloq qushlarning patlari g'ovak va yumshoq bo'ladi. Qushlarning O'zbekistonda 480 turi uchraydi. Qushlarni o'rganadigan fan ornitologiyadir. Sut emizuvchilar sinfi bilan tanishamiz. Sut emizuvchilar oyoqlari tanasining ostki tomonida joylashganligi sababli ular tanasini dast ko'tarib yura oladi. Tanasi tashqi tomondan yung bilan qoplangan umurtqali hayvonlar hisoblanadi.
Sut emizuvchilar issiq qonli hayvonlar bo'lib, bolasini sut bilan boqadi. Sut emizuvchilar terisining ustki qatlamida yung, tirnoq, tuyoq, shox hosil bo'ladi. Sut emizuvchilarning yung qoplami uzun va yo'g'on qiltiqlar hamda ular ostida joylashgan mayin yunglardan iborat. Har bir yung tolasi ostida mayda muskullar bo'ladi. Muskullar qisqargan vaqtda mayin yunglar orasida havo to'planadi. Bu esa tana haroratini saqlashga yordam beradi. Qiltiqlar terini mexanik ta'sirlardan himoya qiladi. Sut emizuvchilar og'zi, ko'zlari atrofida uzun qillar joylashgan bo'lib, bularni biz vibressiya deb ataymiz. Ular tuyg'u vazifasini bajaradi. Sut emizuvchilar terisida teri bezlari, yog' bezlari, sut va hid chiqaruvchi bezlar bo'ladi. Hayvon ter bilan birga ortiqcha issiqlikni ham chiqarib yuboradi. Bu esa tana haroratining doimiyligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Yog' bezlari ajratadigan yog'simon suyuqlik terining yumshoq va elastik bo'lishini ta'minlab turadi. Ter bezlaridan ajraladigan suyuqlik yordamida hayvonlar yashash hududlarini belgilaydi. Yosh hayvonlar o'z uyalarini topishda shu usuldan foydalanishadi. Ota-onalar esa bolalarini shu usulda topadilar. Urg'ochilari bolalarini sut bilan boqadi. Jayra va tipratikan terisidagi tikanlar yunglarning shakl o'zgarishidan hosil bo'lgan. Dengiz sut emizuvchilarida yung qoplami yo'qolib ketgan. Dengiz sut emizuvchilarida yung qatlamining yo'qolib ketishi ularning terisini silliqlashishiga va suvda qarshilikni yengib, oson harakatlanishiga yordam beradi. Sut emizuvchilar sinfi tuxum qo'yuvchilar va tirik tug'uvchi sut emizuvchilar kenja sinflariga bo'linadi. Tuxum qo'yuvchilar kenja sinfi kloakalilar turkumi. Ular tuxum qo'yib ko'payadi, lekin bolasini sut bilan boqadi. Bu turkumga mansub sut emizuvchilar Avstraliya va uning yaqinidagi orollarda tarqalgan. Ularga o'rdak burun, yexidna va proyexidnalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. O'rdak burun qo'ygan tuxumini bosib yotadi, yexidna tuxumlarini teri burmalaridan hosil bo'lgan xaltachasida olib yuradi. Ular teri yuzasiga sizib chiqqan sut yordamida bolalarini boqadi. Tirik tug'uvchi sut emizuvchilar kenja sinfi bilan tanishamiz. Xaltali sut emizuvchilar. Xaltalilar bolalari juda kichik va zaif tug'iladi hamda urg'ochisining xaltasida rivojlanadi. Xaltalilarga kenguru, koala, xaltali sichqon, xaltali krot, opossum kabilar misol bo'ladi. Xaltalilarning hozirda 270 ga yaqin turi ma'lum. Yo'ldoshli sut emizuvchilar xaltalilardan farq qilib, ular birmuncha murakkab tuzilgan va ularning bolalari ona qornida rivojlanadi. Qo'l qanotlilar turkumi. Ko'rshapalaklar oldingi oyoqlarining uzun barmoqlari va keyingi oyoqlarining orqasida tortilgan teri parda ko'tarilish yuzasini hosil qiladi. Oldingi oyoqlarining birinchi, orqa oyoqlarining barcha barmoqlari erkin bo'ladi. Ko'rshapalaklar tunda ov qilish uchun ixolokatsiyadan foydalanadi. Kemiruvchilar turkumi. Kemiruvchilarning yuqorgi va pastki jag'laridagi bir juftdan yirik kurak tishlari faqat old tomoni emal bilan qoplangan, orqa tomonida emal bo'lmaydi. Bu tishlar doim o'sadi. Tishlar qattiq qoziqqa ishqalanib, uchki qismi doim charxlanib turadi. Qoziq tishlari bo'lmaydi. Suv qunduzi, olmaxon, andatra, nutriya, sug'ur, sichqon, kalamush kemiruvchilarga mansub hayvonlardir. Toq tuyoqlilar turkumi. O'txo'r hayvonlar barmoqlari soni toq, ya'ni bitta yoki 3 ta bo'ladi. Muguz tuyoq bilan qoplangan bo'ladi. 3-barmog'i, ya'ni o'rtada joylashgan barmog'i kuchli rivojlangan. Bu turkumga ot, eshak, qulon, tapir, karkidon, zebra kiradi. Juft tuyoqlilar turkumiga mansub hayvonlarning oyoqlarida muguz tuyoq bilan qoplangan bir juft yoki 2 juft barmoqlari bo'ladi. Juft tuyoqlilarning oyoqlari uzun, tez yugurishga moslashgan bo'lib, ular ham o'txo'r hayvonlar hisoblanadi. Ularga qo'y, sigir, echki, bug'u, kiyik, jirafa, zubr, bizon, tuya misol bo'ladi. To'ng'iz, suv ayg'iri, begemotning bo'yni, dumi va oyoqlari kalta bo'ladi.
sut emizuvchilarni teriologiya fani o'rganadi. Hurmatli abituriyentlar, biz siz bilan qushlar va sut emizuvchilar mavzusi bilan tanishdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.